Floridada sodir bo'lgan ushbu voqeani hatto eng murakkab vahshiy trillerda ham tasavvur qilish qiyin. Ikki do'st Garfield Morgan va Kim Horton oson pul topish maqsadida kichkina bir uyga o'g'irlikka kiradi. Ammo ular kutgan oson pul topilmaydi. Buning o'rniga esa umr bo'yi esdan chiqmaydigan og'ir psixologik jarohatni orttirishadi. Gap shundaki, o'sha uyda bo'yi 2 metr, vazni qariyb 140 kilogramm bo'lgan ayiq odam laqabli Gari Harrington yashardi. Eng qiziq tomoni, u odam erkaklarga nisbatan zo'ravonlik qilgani uchun 10 yil qamoqda o'tirib chiqqan bo'lgan. Tasavvur qiling, u qanchalar xursand bo'lganini. Go'yo ikki o'lja o'z oyog'i bilan uning qo'liga kelib tushgandek. Albatta, u politsiyani chaqirmaydi. Aksincha, vaziyatdan o'zicha foydalanishga qaror qiladi. 2 metrli Gari Harrington ularni 5 kun davomida asirlikda ushlab turadi. Oxiri qo'shnilar uydan kelayotgan dahshatli qichqiriqlar va nolalarni eshitib qolishadi va darhol politsiyaga qo'ng'iroq qilishadi. Voqea joyiga yetib kelgan politsiya xodimlari yigitlarni juda og'ir ahvolda topishadi. Guvohlardan biri shunday degan ekan: "Men hech qachon erkak kishining ko'zida bunchalik chuqur umidsizlikni ko'rmaganman" deb. Keyinchalik ma'lum bo'lishicha, ularning ruhiyati shu darajada buzilib ketganki, ularning to'liq tiklanishiga deyarli umid qolmagan ekan. Xullas, bu voqea o'g'rilik yaxshilikka olib kelmasligiga bo'lgan yana bir isbot. Xalqda bekorga aytilmagan: suvning tagini bilmasang, unga tushma.